Endi onam pul topyapti-ku deb pulni ko'chaga sovuravmaysan-ku. Oyijon, pulni ko'chaga sochayotganim yo'q, xarajatlarim kerak, shuning uchun so'radim. To'yga ham kam vaqt qoldi-ku. Harakatingni qilmaysanmi mana bunaqa shalvirab yurmasdan? Bizni uyimizni manzilini hech kim bilmasligi kerak. Meni majburlamang. Menga uni pullarini keragi yo'q. U yerga nimaga kirdingiz? Men seni yaxshi yashagin degandim-da, qizim. Hammasini olib ketishdi. Eshityapsizmi? Hammasini. Qani qolgani? Nahotki erim jinoyatchi bo'lsa? Uyga kelib qolarmikan, shu ko'chadan o'tarmikan deb bu yerga ko'p kelib turaman. Hozir kirib, bittalab sochini yulaman. Dabdalasini chiqaraman. Qaynonam va erim o'zlarini g'alati tutishyapti. Bir kuni erim yerto'ladan bir nimalar olib chiqib mashinaga ortayotganini ko'rib qoldim. Ular nima edi? Qaynonam va erim qing'ir ishlar qilishadimi? Ulardan gumonim bor. Voy tavba. Mayli, Gulnozaxon, sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Haligi birpas o'tirsangiz bo'lardi, oydin. O'tirardik chaqchaqlashib. Yo'q, mayli, rahmat. Boshqa safar. O'zi shundoq ham ancha gaplashib o'tirdik-ku. Bu yog'iga endi ishlarimiz bor. Ishlarimizni qilaylik. Ha, ko'z tegmasin, savdo zo'r bo'lyapti, ha? Savdoni nimasini aytasiz? Ko'z tegmasa hammasi yaxshi. Sizdan ham lekin ko'nglim to'q. Bir og'iz taklifimga yo'q demadingiz. Rahmat sizga. Ha, siz jiyanim Muxlisani aytyapsizmi? Ha-da, shuni aytyapman. Ha, endi shuncha yil men qaradim. Ota-onasi chet elga ishlashga tashlab ketganida boqdim. U mendan qarz. Men aytganimni qiladi. Keyin sizdek odamga kelin bo'lsa yomonmi? Sizni xonadoningizga kelin bo'lib tushsa, kam bo'lmaydi. Mana bunaqa qasrdek uyda yashaydi maza qilib. To'ppa-to'g'ri Oydin. Meni uyimda jiyaningiz malikalardek yashaydi. Ha, faqat Gulnozaxon, bir iltimosim bor. Jiyanim o'g'lingiz Islomjonni birinchi oilasi bilan ajrashganini bilmasin, ha? Bo'ldi. Xavotir olmang. Bu gap hech qayerdan chiqmaydi. Ha, endi baribir ehtiyot bo'lasizlar-da. Yana jiyanim janjal qilib o'tirmasin. O'zi to'yga uni ba'zo'r ko'ndirdim. Ha, Gulnozaxon, yaqinda yana katta mollar kelar ekan-a? Ha, keladi. Uni alohida gaplashamiz. Aha, xo'p. Mayli. Mayli Gulnozaxon, men bora qolay. Mayli, yaxshi yetib oling. Ha, Ko'rishamiz. ha. Keling yana. To'xtagin. Muxlisa, to'xtagin, senda gapim bor. Ha. Nima deysiz? Shu gap rostmi? To'ying bo'lyaptimi? Ha. Rost. Nahotki boshqasiga turmushga chiqyapsan? Meni sevmaysanmi? Bekzod aka, sizsiz yasha olmayman. Muhabbatim haqiqiy degan gaplaring qayerda qoldi? Nima qilay? Ilojsizman. Ammam aytgan gaplaridan chiqa olmayman. Nimaga axir? Siz yaxshi bilasiz-ku. Ammam meni boqqanlar. Ota-onam tashlab ketganlaridan keyin Bo'pti. Bu haqda boshqa gapirma. Muxlisa, meni sevasanmi? endi bu gaplarning foydasi yo'q. Bir haftadan keyin meni to'yim. Men seni hech kimga berib qo'ymayman. Kerak bo'lsa, o'sha ammang bilan o'zim gaplashaman. Yo'q. Gaplashmang. Taqdirim hal bo'ldi. Endi ortga yo'l yo'q. Tushuning meni. Boshqa bezovta qilmang. Muxlisa, unda meni yaxshilab eshitgin. Menda bir reja bor. Reja? Qanaqa reja? Ke, ikkalamiz birga qochib ketamiz. Nima? Sen ertalabgacha yaxshilab o'ylab ko'r. Tong otishi bilan ikkalamiz birga qochib ketamiz. Bilmadim. O'ylab ko'raman.
Xormang, onaginam. Bolam, ketyapsanmi? Ha, ketyapman. Mayli, yaxshi borib kel. Vaqtli kelgin. Xo'p, vaqtliroq kelishga harakat qilaman. Menga puldan bering. Yana nimaga pul kerak ekan senga? Nega bo'lardi? Ko'chaga ketyapman, xarajatlarim bor o'shanga-da. Menga qara Islom. Pulni orqa oldinga qaramasdan ishlatavermagin. Pul topish o'zi bo'ladimi hozir? Bu yoqda hali dang'illama to'yimiz bor. To'y qilishimiz kerak. To'yga ham ozmuncha pul ketmaydi. Shuni ham o'ylagin. Endi onam pul topyapti-ku deb pulni ko'chaga sovuravermaysan-ku. Oyijon, pulni ko'chaga sochayotganim yo'q, xarajatlarim kerak, shuning uchun so'radim. Hozirgi zamonda pulsiz ko'chada yurib bo'ladimi? Undan keyin mashinani saloniga bu narsalar olmoqchi edim. Mashina yap-yangi. Saloni ham shunaqa toza ozoda. Hech narsa olishing shart emas. Hoy, qo'ying. Men jahlimni chiqarmang. Agar pul bermasangiz, yerto'laga tushib qimmatroq buyumni olaman deb sotib yuboraman. Ana o'sha pulni ishlataman keyin. Qani? Birorta buyumga tegib ko'rchi nima qilar ekanman seni. Agar yerto'ladagi buyumlarga tegsang, qo'lingni sindiraman. Meni bilasan-a? Oyijon, nimaga mendan har doim pulingizni qizg'onasiz, a? O'zi bitta o'g'lingiz bo'lsam, so'ragan paytim beravermaysizmi? Meni ko'p javratma bolam, iltimos. Hali to'yingga pul kerak. O'sha to'yni. Seni o'ylab shu to'yni boshladimi, Islom? To'xta! Shoshma dedim, Islom. Ketib bordi quloqsiz bola. Muxlisa, Jasur o'qishdan kelmadimi? Yo'q, hali kelmadi. Bugun boksda mashg'ulotlari bor-ku, shunga kech keladi. Ha. Aytgancha, Muxlisa, ko'ylaklaringni gaplashdingmi? Yo'q. Hali gaplashganim yo'q. Nega gaplashmaysan? Nega bemalol yuribsan? To'yga ham kam vaqt qoldi-ku. Harakatingni qilmaysanmi, mana bunaqa shalvirab yurmasdan? Muxlisa, menga qara. Mana bunaqa lalla yeb, men jahlimni chiqarma. Gulnozaga uncha-munchasi kelin bo'la olmaydi. Shuni esingdan chiqarma. Seni o'sha Gulnoza kelin qilayotganiga shukr qilgin. Mana bunaqa to'srayib o'tirmasdan. Men bir narsa dedimmi? Bilib qo'y. Meni chizgan chizig'imdan chiqmaysan. Mendan qarzing ko'p. O'zi sen tashlandiqqa yaxshilik qilib ham yoqmadim-da. O'rgildim nozingdan. Ammam uyga qaytmasdan oldin tezroq ketishim kerak. Ha, o'g'lisi. Yo'l bo'lsin. Qayoqqa ketyapsan? Men haligi. Nima sen haligi? Ha? Nima? Sen hali uyimdan qochib ketmoqchimiding, meni yuzimga oyoq bosib? Sharmanda qilib ketmoqchimisan, ha? Ko'rnamak. Biting qursin seni. Yo'q, ammo haligi men Nima amma? Ha? Nima amma? Qayoqqa ketyapsan? Ko'chaga. Kim bilan ketmoqchisan? O'sha topganing bilanmi? Kambag'al, cho'ntagida bir so'mi yo'q mardikorni nima qilasan? Seni jaraq pullari bor Islomga uzatyapman-ku. Ammo iltimos meni majburlamang. O'chir ovozingni. Dadang bilan oying seni shartta tashlab ketib borganda, seni kim boqdi?
Kim qorningni to'ydirdi? Kim seni kiyintirdi, ha? Kasofat. Endi meni norozi qilib ketyapsanmi? Ha? Bor, ket. Qani ket. Ostonamdan chiqchi, men seni nima qilar ekanman? Kechiring amma. Qilari shiqib qo'yib, nima endi kechirim so'raysanmi? Men hozir kirib qolmaganimda qochib ketarmiding? Sharmanda? Amma iltimos sizdan meni o'sha islomga uzatmang. Uchir, og'zingni yum. Menga boshqa, unga uzatmang deb gapirma. Tushundingmi? Men seni o'sha xonadonga uzataman. Sen aynan o'sha xonadonga kelin bo'lasan. Tushundingmi? Yo nima? Meni gapimni ikki qilasanmi? Gapir. Yo'q. Telefoningni ber bu yoqqa. Amma Ber bu yoqqa dedim. Agar mana shu eshikdan chiqadigan bo'lsang, mendan ko'rasan. Shum qadam. oyi. Dada. Nimaga meni shu ammamga tashlab ketgansizlar? O'zim sevmagan insonga turmushga chiqishga majburman. Kechiring meni Bekzod aka. Nega kelmayapti ekan Muxlisa? Yana nima bo'ldi ekan? Yo bir telefon qilsammikin? Lekin allaqachon chiqish kerak edi-ku. Alloh, Kim bu? menga Muxlisa kerak edi. Shoshma. Sen Muxlisani o'g'irlab ketmoqchimiding? Ey, nokas, qayerdasan? Hozir seni militsiyaga topshiraman. Haligi Qayerdasan dedim senga. men Gapir. Qayerdaligingni ayt menga. Chinursan, hammasi bilib qoldimi deyman. Shu yetmay turdi o'zi. Yo'q, o'sha aytilgan vaqtda hammasi o'sha yerda bo'ladi. Aha, xo'p. Muxlisaxon, bo'p qoldingiz? Ha, bo'p qoldim oyijon. Bu tarafni supursam bo'ldi. Menga qarang, bu yoqni supurish shart emas. Boring, ichkariga kirib, ichkaridagi ishlaringizni qiling. Hovlini mayli keyin supurib qo'yasiz. Hali tugatganim yo'q-ku oyijon. Shart emas, kelin poshsha, ertaroq turib boshlashingiz kerak edi. Kiring ichkariga, supurgini qo'ying, ichkariga kiring. Xo'p. Nima bo'ldi bu? Mollarni Chilonzorga olib borish kerak. Yaxshigina mijoz chiqib qoldi. Tezroq mashinaga ortib ketdi. Kelin hech narsani bilmasin ham, ko'rmasin ham, tushunding? Xo'p, oyi. Men ko'chaga qarab turaman. Bo'la qol.
Islom aka mashinasiga nimalarni ortyaptilar? Qutilarmi? Ichida nima bor ekan? Hovliga chiqib ko'rsammikin? Ha, kelib boshla. Hovlida nima qilyapsiz? Men Men sizga ichkaridagi ishlaringizni qiling dedim, ha? Yo, meni tushunmadingizmi? Kiring xonaga. Kiring ichkariga. Voy, tavba qildim. Ichkarida shuncha ishingiz bor, tashqarida nima bor? Islomjon? Islom? Bo'p qoldingmi? Bo'l tez. qayerga ketishdi? Menga hech nima deyishmadi-ku. Qiziq. Nimalarni mashinaga ortishdi o'zi? Nega bunday qilishdi? Shunchalik bu yerda nimadir bormi? Bunchalar sirli. Ular ichkarida nima saqlashyapti o'zi? Nega eshiklar yopiq? Nega? Men buni aniqlashim kerak. Ha, nima bo'ldi? Qutilarni tashib bo'ldingmi? Ha, hammasini ichkariga qo'ydim, qabul qilib olishdi. Pulini chiqar. Qo'ymaysiz, ha, baribir, ha. Hozir. Xo'sh. Mana pullar. Kamku bu? Qani qolgani? Oyi, ozgina o'zimga olib qo'ymoqchiman, chunki menga ham ozgina pul kerak. Sen pulni nima qilasan? Qachon qarasa pul deb jonimni chiqarasan. Tushunsangiz-chi, meni ham xarajatlarim bor, ko'chada yurishlarim bor. Yigit kishi bo'lib turib, bir simsiz ko'chada yurmayman-ku. Hozir pulingiz bo'lmasa, hech kim emassiz, buni bilasiz-ku. Sen bola jonga tegding. Pul. Unda meni boshqa ish qilishimga ruxsat bering. Ana o'shanda sizdan umuman pul so'ramayman. O'chir ovozingni. Bu ishni senga nimasi yoqmayapti? Shuni ayt. Jaraq pul har tarafdan kelib turibdi. Savdo juda zo'r. Jimgina ishingni qilib yuraver, bo'ldi-da. Xo'p, unaqada ishimni bajaraman. Menga ham ozgina do'li berib turing-da. Tavba, xuddi begonalardek gapirasan-a, bolam. Do'li ham o'sha. Tavba. Meni shu topgan pullarim seni ham puling? To'g'ri. Lekin bu pullarni men mustaqil ishlata olmayman, ha? Xo'p, menga aytgincha, sen shu pullarni mustaqil qayerga ishlatmoqchisan? Ayt, hisobini ber menga. Keyin bilganingcha ishlat. Oyi. Bo'ldi, ber qolgan gapni cho'zmagin. Ber. Endi mashinangni hayda, uyga ketamiz. Oyi, hali Men senga hayda mashinani dedim. Muxlisa, qalaysan? Yangi uylarga o'rganib qoldingmi? Ha, ancha o'rganib qoldim. Bilasanmi?
Senga hammani havas kelyapti. O'ziyam to'ying rosa dang'illama to'y bo'ldi-de, a? To'yga kelganlarning hammasini og'zi ochilib qoldi hashamatdan. To'yga kelgan mashhur san'atkorlarni aytmaysanmi ko'pligini? O'zi Gulnozaxonchi orzu havasli, qo'li ko'p joyga yetadigan savdogarda. Nima? Savdogar. Ammo o'zi qaynonam nima sotadilar? Nima? Tinchlikmi? Nega buni so'rab qolding? Ertalab Islom aka bilan Oyjon mashina yukxonasiga qanaqadir qutilarni ortishdi. U qutilarni esa yerto'ladan olib chiqishdi. Men hovli supurayotgandim. Oyjon ichkaridagi ishlaringizni qiling deb ichkariga kirg'izvordilar. Xuddi meni ko'rmasin dedilarmi? Ha, shunaqa degin. Keyin nima bo'ldi? Ular indamay qutilarni ortib qayergadir ketishdi. Men yerto'laning eshigini ochib ko'rmoqchi bo'lsam, qulflab qo'yishibdi. Shunchalik maxfiymi bu ishlar? Ammo negadir shubhali bular. Nega shubhali bo'ladi? Qiziqmisan? Qayoqdagi gaplarni gapirasan, a? Eshikni qulflab qo'yishganiga aytyapman-da. Bu uyda begona odam bo'lmasa, faqat o'zimiz yashaymiz. Menga qara Muxlisa. Senchi qaynonangning ishlariga umuman aralashmagin. Jahllari chiqadi. Bilib xizmatingni qilib yuravergin, xo'pmi? Xo'p, amma. Siz o'tirib turing, men hozir. Bolam, ortganini yerto'laga qo'yginda, kalitni o'zingga olib keting. Xo'p. Oyjon, Ha, Muxlisaxon? ammam kelgandilar. Ha, shunaqami? Juda yaxshi qani yuring. Siz choyga qarang, kiring. Choyga qarang, bo'lingiz. Iye. Kim kelibdi bizni uyimizga, a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yaxshigina keldingizmi? Qani, o'tiring. Voy, xush kelibsiz. Endi bir-birimizni quda deymiz-da. Ha, albatta. Bo'lmasamchi, axir qudamiz-ku. Muxlisaxon ammam kelganlar deganda shoshib kirib keldim. Amma jiyan maza qilib gaplashib o'tiribsizlarmi? Ha, gaplashib o'tirgandik. O'zichi sizga shu haqda aytmoqchi edim. Gulnoza, Muxlisa mollarni mashinaga ortayotganingizni ko'rib qopti. Shu haqda mendan so'radi nima ular deb. Ha. Ertalab ko'rgandir-de. Nima deb so'radi? Shubhalanyapti-da. Ichiga g'ulg'ula tushgan. Sizni qanaqa savdo bilan shug'ullanar ekan deb o'ylayapti. Arzandangizga tushuntirib qo'ying. Meni ishlarimga burnini suqmasin. Jahlingiz chiqmasin Gulnoza. Men tushuntirib qo'ydim unga. Ishlaringizga umuman aralashmaydi. Shunchaki siz ham ogoh bo'lib turing-da. Nima endi? Shu kelindan qo'rqib ish qilamanmi? Voy, sekinroq gapiring, qo'rqing demayapman. Har holda ishimiz qaltisroq. Har tomonlama hushyor bo'lishimiz kerak. Jiyaningizga yaxshilab tushuntirib qo'ying. Agar meni uyimda bitta gap ko'chaga chiqsa, uni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Ha, siz meni qanaqaligimni bilasiz-ku, ha? Qara, ovqating tayyor bo'lib qoldim, qornim juda ham ochib ketdi. Endi tayyor bo'ladi. Islom aka, Ha? sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? Ha, qani gapirchi. Ertalab qayerga bordinglar? Nega so'rayapsan? Sen nima ishing bor? Shunchaki o'zim indamasdan ketganinglarga qiziqdim. U yerda nima bor, nima yo'q, bu bilan sening ishing bo'lmasin. Yerto'laning eshigi nimaga qulflangan? U yerda nima bor o'zi? Mendan nimani yashiryapsizlar? To'g'risini ayting. Senga nimani aytishim kerak?
Bunga seni aqling yetmaydi. Nimaga deb hadeb so'rayverma, tushundingmi? Undan tashqari yerto'laga ham boshqa yaqinlashma. Eshitding-a gapimni? Undan ko'rasi jimgina ishlaringni qilib yur, o'z boshimchalik qilma. Men o'z boshimcha emasman. Menga gap qaytarmagin, tushundingmi? Hozir tanobing tortib qo'yaman. Tezroq bo'lganda ovqatingni tayyorla. Qornim juda ham ochib ketdi. Ay, shoshma. Shoshma. Tavba qildim. Nima qilyapsan? Qayerga olib ketyapsan? Ha, bittasiga oyi. So'ragan edi, tashqarida kutib turibdi. Ay, ahmoq, senga necha marotaba aytdim, mijozlarni uyga chaqirmagin deb. Yo, sen qanaqa quloqsiz bolasan, ha? Oyi, bu odam ishonchli. Mendan 2-3 marta mol olgan, yana kelibdi. Kremladan shoshilinch odamlar so'rab qopti. Do'koniga olib boradi, bo'ldi. Ey. Nima bo'lganda ham bizni uyimizni manzilini hech kim bilmasligi kerak. Kallang ishlaydimi sani? Bo'pti oyi, namuncha vahima qilaverasiz, ha? Vahima qilmasangizchi? Sen bolachi, oxirgi paytlar ko'p jahlimni chiqaryapsan. Islom ehtiyot bo'lish kerak. Bularning ham hujjati yo'q o'zi. Ertaga chiqib qolsin, hidi nima bo'lishini bilasan-ki. Bo'ldi oyijon, bilaman. Siz xavotir olmang. U ishonchli odam. Bo'ldi. Shundoq beraman, pulni olaman, tamom? Islom, boshqa hech kimni uyga chaqirmagin, tushunding? Boya aytganimdek, uyimizni qayerdaligini hech kim bilmasligi kerak. Xo'p oyijon, hech bo'lmasa shuni olib chiqib bering, kutib o'tiribdi tashqarida. Aqlsiz bola-ya. Nahotki erim jinoyatchi bo'lsa yoki uni boshqa oilasi bormikan? Qaynonam nuqul erimni yonini oladi. Tun kuni telefoniga SMS keldi. Kasha bilan dori olib keling degan. Nahotki erimni boshqa oilasi, bolasi bo'lsa. Xullas. Shunaqa gumonlar sira tinchlik bermayapti. Hoy. Shoshmang. Sizga kim kerak? Uzr opa, adashib qoldim. To'xta. Sen ana u Bekzodmisan? Ha, men Bekzodman. Nega meni uyimga kelding, ha? Nega? Muxlisani izlab keldingmi? Ha, u turmushga chiqib ketganidan xabaring bormi? Ha, xabarim bor, bilaman. Unda nega kelyapsan bu yerga? Ha? Odamlar ko'rib qolsa nima deydi? O'yladingmi shuni? Yo nima? Muxlisani sharmanda qilmoqchimisan? Meni yomon niyatim yo'q. Men shunchaki Unda bu yerga boshqa qadamingni bosma. Eshitdingmi? sizga bitta savol beraman. Menga faqat to'g'risini ayting. Muxlisa baxtlimi? Ha. Muxlisa juda ham baxtli. Baxtdan osmonlarda uchib yuribdi. Boyvachcha oilaga kelin bo'ldi. Yegani oldida, yemagani ketida. Baxtni, halovatni pulga sotib olsa bo'lar-kanda, agar muhabbatimizni unutib olgan bo'lsa. Nimalar deb valdirayapsan? Qanaqa muhabbat? Uni endi oilasi bor. Muxlisani ismini tilingga ham olma. Boshqa umuman qaytib kelma. Ovsa. Bor yo'qol ko'zimda. O'rgildim muhabbatingdan. Yerto'lani kalitini topishim kerak. Erim bilan qaynonam u yerda nimani yashirganini bilishim kerak. Mana yerto'lani kaliti. Xuddi o'zi. Endi yerto'lani ochib ko'raman.
Oyijon, Muxlisa, siz bu xonada nima qilyapsiz? men bu xonani yig'ishtirish kerakmi deb kirgandim. Yig'ishtirish kerak bo'lsa, men sizga aytaman-ku. Bu xonaga boshqa so'ramasdan kirmang. Tushundingiz-a? Xo'p, tushundim oyijon. Men dam olaman. Hech kim meni bezovta qilmasin. Xo'p bo'ladi. Oyijon dam olarkanlar. Demak endi bemalol yerto'laga kirib ko'rsam bo'ladi. Muxlisa? Assalomu alaykum, Islom aka. Va alaykum assalom. Bugun ishdan voqlik kelibsizmi? Ha, voqliroq keldim. Oyim qanday? Oyijon ichkaridalar, dam olaman, hech kim bezovta qilmasin degandilar. Shunaqami? Ha, yaxshi. Sen o'z nimaga chiqqan? Menmi? Hovlidagi chiqindilarni burchakka joylab qo'yishim kerak edi, shunga chiqqandim. Siz ichkariga kiravering. Og'irmasmi? Yordam kerak bo'lsa ayt, o'zim qarashib boraman. Yo'q, yordam kerak emas. O'zim birpasda yig'ishtirib kelaman. Siz ichkariga kiravering. Ha, bo'pti. Mabodo yordam kerak bo'lsa aytamiz. Xo'p. Foydadan foydalanish kerak. Muxlisa? Muxlisa! Muxlisa qayerdasan? Ha, oyi, tinchlikmi? Sen qachon kelding? Hozirgina keldim. Yerto'lani kaliti joyida yo'q. Nimaga yo'q bo'ladi? Qayerga qo'ygandingiz o'zi? Har doimgi joyiga qo'ygandim. Shkafda turgandi. Ha, aytgancha xotining qani, ichkarida emasmi? Muxlisa hovlidagi chiqindilarni yig'ishtiraman degandi. Bu shumqadan aniq bir nimani boshlayapti. Ana o'zi kelyapti. Kelin poshsha? Qayerda edingiz? Yerto'la dedim. Nima? U yerga nimaga kirdingiz? Gumonlarimni haqiqatga aylantirish uchun kirdim. Yerto'ladagi kosmetika tovarlari qayerdan keldi? Buncha ko'p ular. Ey, sen nima ishing bor a? Senga aralashmagin deganmidim? Nimaga yashirincha ish qilyapsizlar? Tushunmayapman. Bunaqa buyumlar yerto'lada saqlanmaydi-ku. Yomon bo'lib qolishi mumkin. Chang bosgan yerto'lada saqlash noto'g'ri. Aqllilik qilma. Kalitni ber bu yoqqa. O'zi nega o'z boshimchalik qilib u yerga kirding? Ha? Ber kalitni bu yoqqa. Xonamga o'shaning uchun kirgan ekansan-de. Kalitni o'g'irlash uchun. Tarbiyasiz. Nega men tarbiyasiz bo'laman? Bu uyda men kelinman-ku. Yashayotgan uyimda nimalar bo'layotganini bilsam yomonmi? Shunchalik sirlimi qilayotgan ishinglar? Ayting. Men ayol kishiman. Kosmetika buyumlaridan foydalanaman. Sizlarni yashirib qo'ygan mollaringlar hammasi arzon sifatsiz mahsulotlar. Qayerdan olgansizlar o'zi? Sen kimsanki bizni so'roq qilasan? Kimdir keldi shekilli. Men kerakli joyga qo'ng'iroq qildim. Sizlarni tekshirish uchun kelishdi. Nima? Nima deding? Voy ahmoq. Sen nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi? Islom aka, tez chiqib qarang, bo'lmasa battar shubhalanishadi. Oyi, endi nima qilamiz? Qanday qilib javob beramiz? Menga qara. Tinchlan. Xo'p? Tinchlan. Sen mana buni xonaga qamagin. Men bu yog'ini o'zim eplayman. Bo'l tez.
Yur. Qo'y yuboring. Tush oldim ketdim senga. Qo'y yuboring. Tush dedim, ko'p gapirmasdan, netaymasdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Men shu hududni profilaktika inspektoriman. Bizga uyingizning yer to'lasida noqonuniy mollar saqlanayotganligi haqida xabar kelib tushdi. Voy, qanaqa noqonuniy mol? Anglashilmovchilik bo'lgandir, uka. Men unaqa ishlar bilan umuman shug'ullanmayman. Buni tekshirib ko'ramiz, opa. To'xtang. Qanaqasiga tekshirib ko'rasiz? Bu meni shaxsiy uyim. Yo bostirib kirmoqchimisiz? Kechirib qo'yasiz. Bunga sizni haqqingiz yo'q. Opa, biz ruxsatnoma bilan kelganmiz. Keliningiz Telegram orqali bizga rasm va videolar jo'natdi. Hammasini o'zimiz tekshirib ko'rishimiz shart. Uyingizga kiraylik. Voy ukajon. Mayli, shoshmang, qizishmang. Kelinim o'zi shunaqa sal kalta fahmroq. Endi bunaqa ishlar sal bilmay, miyasi ishlamaydi-da, shuning uchun qivorgan bo'lishi mumkin. Hamma narsani ham kelishsak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hamma narsani yo'limi bor. Haligi o'limdan boshqa hamma narsani yo'li bor-da. Endi sizni ham bolalaringiz bordir. Sizdan ugina, bizdan bugina deganlardek albatta. Tushunmadim. Siz menga hozir pora taklif qilyapsizmi? Men xizmatdagi odamman. Ishingizni battar chigallashtirmang. Agar vaziyat murakkablashib ketsa, prokuraturadan ham xodimlar chaqiramiz. Keyin qarshilik qilganingiz o'zingizga yomon bo'ladi. Uka, yaxshilik bilan tinchgina hal qilaylik, iloji bor-ku, to'g'rimi? Hammasini tekshirib chiqamiz. Uyingizga kiraylik. Uyingizga yo'l boshlang. Yuringlar men bilan. Ha, oyi, nima bo'ldi? Ular yer to'lada mollarni tekshirishyapti. Nima? Nimaga kiritdingiz? Tamomimiz kundi. O'chir ovozingni. Yerto'lani tekshirib chiqdik. Hamma mollarni ro'yxatga oldik. Yordamchi guruh chaqirdik. Hozir yetib kelishadi. Ukajon, unaqa qilmang endi. Shu ishni sekingina yopti-yopti qilib boraylik. Bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ha? Bu kosmetika mahsulotlari qayerdan kelgan? Kontrabanda yo'llari orqali kelgan. Shunaqami? Yo'q, unaqa emas. Nega yashirasiz? Bizning qo'limizda dalillar bor. Ishingizni tergovga topshiramiz. Endi tergov qilmang, voy tavba. Kelishaylik. Kelishsak bo'ladi-ku siz bilan. Nimaga kelishasiz? Porani o'zingizga o'xshaganlarga berasiz. Iltimos, mana bunga imzo qo'yib bering. Biz hozir hamma mollarni olib ketamiz. Islom hammasini anu megajiring qildi. Hozir kirib, bittalab sochini yulaman. Dabdalasini chiqaraman. Shoshmang oyi. Ichki ishlar xodimlari shu yerda. Yana janjal ko'tarsangiz o'zimizga jabr bo'ladi-yu. Ey Xudoyim, ey. Men kelin oldim desam, balo olibman-ku, balo. Meni sirimni fosh qildi. Uydagi sirimni ko'chaga olib chiqdi. Yer yutkur gadoyvachcha. Endi nima qilamiz, a? Savdomiz nima bo'ladi, a? Voy, shoshma, muxlisa. Shoshmasang-chi. Namuncha boqma qilasan? Nima bo'ldi o'zi tushuntiribroq gapir. Amma, nega bunday qildingiz? Nega? Erim bilan qaynonam noqonuniy mollarni sotish bilan shug'ullanar ekan. Sen bularni qayerdan bilib qolding? Bildim. Hammasini tagiga yetdim. Yana bir haqiqat. Islom akani birinchi oilasi bo'lgan ekan-ku. Uyimizga ichki ishlar xodimlari kelishdi. Hamma joy ag'dar-to'ntar bo'lib ketdi. Hammasini olib ketishdi. Eshityapsizmi? Hammasini. Voy sho'rim. Gulnoza qo'lga tushdimi? Amma nega bilib turib meni olovga tashladingiz? Nega?
Axir ularni jinoyatchi ekanligini bilgansiz-ku. Nega menga bunday qildingiz? Men seni yaxshi yashagin degandim-da, qizim. Seni o'ylab shu ishlarni qilgandim. Qizim demang meni. Men sizni qizingiz emasman. Hech qachon menga ona bo'la olmaysiz. Meni baxtimni emas. Siz faqat o'zingizni manfaatingizni ko'zlagansiz. Gulnozaga yaxshi ko'rinaman. Uni soyasida yuraman degansiz-da. Siz meni baxtsiz qildingiz. Muhabbatimni toptab hammasini barbod qildingiz. Muxlisa, bo'ldi, buncha ta'na qilasan. Ta'na qilaman, qilaveraman. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Mana men baxtsiz bo'lib qaytib keldim. Endi xursandmisiz? O'zi shubham bor edi. Uyimda bo'layotgan ishlardan gumonim bor edi. Gumonim to'g'ri chiqdi. O'lmasam, Gulnoz qo'lga tushibdi-da. Ana bo'lmasam. Muxlisa? Assalomu alaykum Begzod aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Tasodif qarang. Bu tasodif emas. O'zi seni bu yerda ko'p kutib turaman. Nahotki umidingizni uzmadingiz? Axir men turmushga chiqib ketdim-ku. Uyga kelib qolarmikan, shu ko'chadan o'tarmikan deb bu yerga ko'p kelib turaman. Ko'ngil bergan insoningdan ko'ngil uzish qiyin bo'lar ekan. Uyga qaytib keldingmi? Ha. Qaynonam bilan erim kontrabanda mollari bilan shug'ullanishar ekan. Hammasi oshkor bo'ldi. Hozir ishlar tergovda. Xullas men u uyda yasha olmadim. Baxtsiz bo'libsan-da. Amma seni boylik uchib, boy xonadonga uzatgandi. Boylik bo'lib turib, halovatingiz bo'lmasa, yasha olmas ekansiz. Men hammasini tushunib yetdim. Endi yo'llarimiz boshqa. Begzod aka, siz ham boshqa yo'limni poylamang. Muxlisa, ko'rishib gaplashib turamizmi? Yo'q dema. Meni unutishingiz kerak. Begzod aka, nima bo'lganda ham baxtingizni toping.